Archa ko'cha, sokin diyor desangiz hamma biladi. Kelsangiz o'zim kutib olaman. Yaxshimisiz? Ovozingizdan bunaqa govdali, yirik bolaga o'xshatmadim. Men bilan gaplashdingiz. Bu men Ahranam. Och. Eshitishim bo'yicha adami sizdan katta qarzlari bor ekan. To'g'ri. O'sha qarzlarning o'rniga mahj joylarning hammasi bizga o'tadi. Boshqa ilojingiz yo'q. Adamdan keyin bu joyga rosa mehnatim ketgan edi. Yuring tanishtirib chiqaman. Общий 14 ta topganimiz bor. Zo'r ekan. Men pardalar joyida qoladimi? Yo'q, olib ketamiz. Namuncha ovozing xunuk, ishdan bo'shading. Siz kimsiz? Men shu yangi xo'jayiniman. Yashil karam sho'rbayman. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Restoran necha kishilik? 500 ta odam sig'adi. Joy zo'r ekan. Mehr berilgani ko'rinib turibdi. Shunaqa. Men dokumentlarni olib chiqay. To'xtang. Sizga bitta taklifim bor. Xohlasangiz oilamizga kelin bo'ling. Shu yerda o'zingiz boshqarib yurasiz. Bu ham bitta oilamizdan biznesi bo'ladi. Ko'rinishingizdan aqlli, ishbilarmon bolaga o'xshayapsiz. Menimcha xarakterlarimizni ham bir-biriga tushsa kerak. Men roziman. Yo'q, men uylanganman, ikkita bolam bor. Adamga so'ratdim. Ada qattasiz? Ha? Keling. Halmi? Anaqa o'qiysizmi, ishlaysizmi? Nima devosdan ahvolingizni qarang. Ahvol, ko'ryapsan? Qani chiqardi? O'chara ovozingni. Bo'lmaydi o'qiy. Ada davringizni osib ketadi. Xo'jayin, Ada davringizni. Nima?